Yana bir kara to'ylar muborak bo'lsin deymizda, hurmatli mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, kechamizga yozilgan qutlov dasturxonlarimizni ochib berishlik uchun davramiz markaziga to'y oqsoqollari nomidan qolaversa, mana shu xonadonning qadrdon qimmatlaridan Zokir akamizni badiiy sahnamizga yaqinroq kelishlarini chin dildan xohlagan bo'lardik. Ayni daqiqalarda kechamizning eng go'zal daqiqalarini, ilk debochasini, chiroyli tilaklar, yoshlarimizga bo'lgan oltin duolar bilan ochiq deya e'lon qilib bersalar, bugun barchamiz birgalikda xushvaqtlar sulolasi vakillarining eng yorqin daqiqalarga, orzular ushalgan oqshomning ilk soniyalariga birgalikda guvoh bo'lamiz. Marhamat. Rahmat sizga ham mana shunday go'zal niyatlar, samimiy istaklar umringiz davomida hamrohlik qilsin deymiz. Shahzodbek va muxlisoylarga ham qo'limiz ko'ksimizda o'zbekona lutf bilan assalomu alaykum deymiz. Muhtasham koshonamizga, fayzli to'y oqshomiga, to'kin dasturxonimizga xush kelibsiz. Qadamlaringizga salom. Bugundan boshlab ularning farzandlari yangi hayot ostonasiga ilk qadamini qo'yayotgan yoshlarimiz Shahzodbek va muxlisoylarning haqiqiy muhabbat ila bunyod etilgan baxt oqshomida barchangizni xush ko'rdik. Baxtli insonlar bo'lsinki, ularning baxtlarini ko'rganlar, ularning sevgi tarixini varaqlaganlar, ular kabi baxtli bo'lishga harakat qilsalar va hamma havas ko'zi bilan qaraydigan eng baxtiyor, eng namunali oilalardan bittasi bo'lishiga chin dildan tilakdoshimiz. Chunki xonadon egalari bilan birgalikda kelgan barcha mehmonlarimiz ham bu kunlarni intizorlik bilan kutgan desak hech qachon mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bugundan boshlab nurli manzil muqaddas dargoh ostonasiga ilk qadamlarini qo'yayotgan yoshlarimiz